O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasiga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling aka. Aka, bu yerga masalan o'sha maktablarni bitirgan o'quvchilar qanday imtihonlardan o'tadi, qaysi fanlarga tayyorgarlik ko'rish kerak masalan o'sha? Ular ona tili, adabiyot, tarix, matematika, fizika fanlaridan belgilangan tartibda davlat imtihonlarini topshiradi. Dinamik kompyuter trenajyori. Bu nimaligini bilasizlarmi aziz yurtdoshlar? Mamlakatimizning 20-30% hududi taxminan tog'li maydonlarga to'g'ri keladi. Buning uchun vatan posbonlari tog'li hududlarda ham mashg'ulot o'tashlari kerak bo'ladi. Mana shu tog'li hududlarda chegaralarimizni, vatanimiz tinchligini munosib himoya qilishlari kerak bo'ladi. Aynan Qurolli Kuchlar Akademiyasida mana shunaqa tog' tayyorgarligi bo'yicha mashg'ulotlar o'tash o'quv nuqtasi ham bor ekan. Bular birdaniga bu qoyalarga o'rgatilmaydi. Yaxshi, keyingi harakat. Aziz yurtdoshlar, qaysi oliy ta'lim dargohida musiqa sadolari ostida saf tortib tushlikka boriladi? Ona tilim deb olovlarda toblangan xalqim, ozod diyorim, jonim fido O'zbekistonim.